Qanaqa video olamiz bola? Ochkasidan qilib turing. Ochkada tushamanmi? Yo, telefonda bitta video ko'rsataman deb shunaqa olamiz. Ertasi qanaqa ekan? Ha. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Madina shahrida vaqt bo'lmaydi inshaalloh. Mirzayeva Naima Toshxo'jayevni hoji onamiz uchun ekilayotgan xurmo daraxt. Bu xurmo daraxt inshaalloh Madina shahrida vaqt bo'lmaydi ekilyapti. Alloh taolo qilgan ihsonlarni o'zlariga qadar qilsin. Yetim yeslarga sabit etadigan, ajratadigan xurmo daraxt bo'lsin. Mana inshaalloh Madina shahrida vaqt xurmoyerda ekib beramiz. Bu xurmoyimiz 3-4 yilda hosil kirib, undan chiqqan hosillarni yetim yeslarga, nabaviy hojilarga inshaalloh ihson tariqasida tarqatamiz. Bu xurmoyimiz ajvi xurmosi ekilyapti. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rib iste'mol qilgan xurmolari ajvi xurmosini ekib beramiz. Bizning joyimizda vaqt xurmoyeri va haram hududi, ya'ni haram hududida qancha yaxshilik qilsa, siz o'ylagandan 1000 barobar ortiq boradi inshaalloh. Eng insonlarni Alloh taolo o'zlariga qadar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sen canıyla sağ olasın, umuruyla uzağa olasın. Bundan ziyade olursan bana şunçeli siylapsılar, Allah silerim, siylapsın. Çokuluk işlerini kılıyorsun. Allah o dergahıda kabul kılsın. Ben şunçeli çürüyle işlerini kılsın. Allah o deskayla bereket versin. Qayta ko'ryaptilar o'zlari shunday. Nima qaravering? Inshaalloh nabiralari Jahongir va Madina nomidan do'dalariga ektiryaptilar. Ro'ziyev Husniddin Abdumaliyevich hoji akamiz uchun ekilayotgan xurmo daraxtimiz. Bu xurmo daraxtimiz inshaalloh Madina shahrida vaqt xurmo yerida ekilyapti. Alloh taolo qilgan ihsonlarni o'zlariga qadar qilsin. Yetim yeslarga savob etadigan, ajr beradigan xurmo daraxt bo'lsa, mana inshaalloh Madina shahrida ekib beramiz. Mustafa Amin ruhimni tortqilar moziga Tudaylar yoshlardan yaxshi yoshlarga boringlar. Haj safarlarga borish nasib qilsa Alloh qo'ysin. Balaringlar qo'sha qarib yuringlar, bizga o'xshab qo'sha qarib yuzga chiqib bizdan olishinglar. Balaringlar rohat ko'rish nasib qilsa. Assalomu alayka ya habiballoh.